Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biz milliy sertifikatning foydali va milliy sertifikat o'zi nima ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Sizlar bilan Azizbek Jumaniyazov. Kanalga obuna bo'lib qo'yish va videoga like bosish esdan chiqmasin. Qanunda biz boshladik. Birinchidan, milliy sertifikat nimaga kerak? PowerPoint tayyorlangan. Milliy sertifikatning foydali tomonlari Azizbek Jumaniyazov tomonidan. Milliy sertifikat matematika qismi o'zi nima? Bu milliy baholash sistemasi matematika bo'yicha. Matematikadan darajani aniqlovchi sertifikat, sizning ayni paytdagi darajangizni hisoblab beruvchi platformasi yo'q. Endi bu ham sertifikat. Ikkinchisi, bu milliy sertifikatning o'zi plus tomonlari juda ham ko'p. Lekin milliy sertifikatning bitta minus tomoni, bu yerda PowerPointda bermaganman. U faqat bizda ishlaydi xolos, chet elda ishlamaydi. Chet el uchun SAT sertifikati bor. Uning uchun ham bizda YouTube kanal bor. İstesangizlar Sat Secrets degan YouTube kanal orqali bizni kuzatishingiz mumkin. Sat Secrets kanalda biz plus tomonlarini aytamiz. Birinchisi, o'quvchilarga DTMning majburiy blokini matematika qismida ozodlik yaratib beradi. Bilasizlar, DTMda 3 ta blok bo'ladi. Ya'ni birinchi blokda Fantanalyz, ikkinchi blokda ham Fantanalyz, uchinchi blokni esa o'zi ona tili matematika tarix qilib tanlab beradi. O'shandagi matematika qismida agar siz B+ dan baland natija qo'lga kiritsangiz, polnisi 100% natija bilan o'tgan bo'lasiz majburiy blokida. Keyin tanlangan bloklar, ya'ni birinchi yoki ikkinchi blokdan bittasiga matematika tanlayman desangiz, sertifikatingizda misol uchun 90% bergan bo'lsa, 90% ballingizni qoplab beradi. 100% bergan bo'lsa 100%. O'qituvchilarga bo'lsa B+ va undan yuqori natijalar uchun 20% ustama beradi. Agar natijangiz, sertifikatingiz 100% lik va sizda 70 balldan yuqori bo'lsa, o'qituvchilarga 50% ustama ham beradi. Keyin 3 yillik sertifikatga ega huquq. Bu nima degani? Milliy sertifikat sroki 3 yil bo'ladi. Shuning uchun ham 3 yillik sertifikat. Keyin milliy sertifikatning test shakli. Milliy sertifikat o'zi A va B bo'limdan iborat bo'ladi. A bo'lim ham o'zi 2 ta bo'limdan iborat, ya'ni birinchi va ikkinchi bo'lim. Biz bu yerda qo'shib aytganmiz. A bo'limda odatda 35 ta savol bo'ladi. Birinchi bo'lim 32 ta, ikkinchi bo'limi 3 ta savol. Birinchi bo'limda nimalar tushishi mumkin? Geometriya ham bo'laklangan, ya'ni geometriya planimetriya qismi tushadi. Algebrada ehtimollar nazariyasi, progressiya va ketma-ketliklar, kombinatorika, trigonometriya, logaritmik tushunchalar va xullas hokazo oddiy kvadrat va kubik tenglamalar tushadi. Qolgan ikkinchi bo'limi, ya'ni 3 ta savollik bo'limda esa bizda stereometriya tushadi. Buni ham bilib qo'ygan ma'qul. Endi B bo'limda bo'lsa, o'zi 10 ta savol bo'ladi. Bunda odatda yuqori darajali tenglamalar, trigonometrik funksiya va tenglamalar, trigonometrik tengsizliklar, ildizli funksiyalar, funksiya grafiklari va stereometriya tushadi. Va bunda eng muhimi, har bir savolda ham A va B savollar mavjud bo'ladi. Ya'ni bitta topshiriq berilgan A va B savol bo'ladi. Bu degani jami 20 ta savol. Jami qo'shadigan bo'lsak, milliy sertifikatda 35 ta test ishlaysiz. Lekin qolgan B bo'limdagi 20 ta savol bu ochiq test shaklida bo'ladi. Ya'ni javobni o'zlaringiz belgilaysiz. Endi sertifikat darajalari bo'ladi albatta. Sertifikat balli asosan 75 ballik sistemada baholanadi, lekin 75 dan ham oshirib yuborishingiz mumkin. Bunga xalqaro rashk modeli sabab bo'ladi. Endi biz darajalarni aytadigan bo'lsak, eng past daraja bu C. Ya'ni 46 va 49,99 ball orasi C ga tegishli bo'ladi. Ki 50 ball va 54,99 ball oraliqlari C+ ga, 55 va 59,99 ball esa bu B ga tegishli. Keyin 60 va 64,99 bu B+ ga tegishli. 65 va 69,99 bu A ga tegishli. 70 balldan 70 va undan yuqori ball olsangiz bu A+ ga tegishli bo'ladi. Odatda 100% lik sertifikatni aytdim boya, 100% lik sertifikatni olaman desangizlar, sizlar kamida mana bu yerda A degan sertifikatga elishlaringiz kerak. Misol uchun men ham o'zim aytaman, 7-sinf paytimda milliy sertifikatga birinchi marta topshirganman va shu paytda men adashmasam 63,94
94 ball bilan, ya'ni 98,37% bilan men B+ sertifikatini qo'lga kiritganman. Endi ballda bizda daraja berishda bizga ball qo'shadigan modul, ya'ni Rush moduli bor. Endi Rush moduli haqida gaplashsak, Rush moduli sertifikatchilarga qo'shimcha ball beradi. Bu asosan ikki xil vaziyatdan bittasida. Birinchisi, bu sertifikat vaziyatingizga qaraydi. Birinchisi, 30 talik guruhlarga bo'lingan bo'ladi sertifikatchilar. O'sha 30 talik guruh, ya'ni o'zingizni guruhingizdagi hech kim ishlay olmagan mantiqiy yoki qiyin savolni siz to'g'ri ishlagan bo'lsangiz, ya'ni javobi to'g'ri chiqsa, bunda Rush moduli misol uchun 4 ballik savolni 4 ballgacha beradi. Ikkinchi holat, bu birinchi savoldan 20-savol oralig'i, ya'ni hammasi A bo'lim. A bo'limda bitta ham xato chiqmasa, shunda ham sizlarga Rush moduli ustiga ball qo'shib beraveradi. Keyin boya aytganimdek 100% sertifikat olsangiz, ya'ni A yoki undan baland natija qo'lga kiritib 100% sertifikat olsangiz, sizga DTMdagi matematika ballini 100%ni qoplab beradi. Xullas, sertifikat haqidagi ma'lumotlarimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.